Assalomu alaykum qarindoshlar. Sizga algebra yurish darsimizning 2-chi qismiga xush kelibsiz. Biz bu qism darsimizda oldingi qismning davomi, ya'ni siziqliq ta'limlash sistemasining yechimini so'zlaymiz. Biz oldingi qism darsimizda siziqliq ta'limlash sistemasiga ta'bir bergan shu siziqliq algebraning tadqiqot obyektini tunji boshlagan chaqda biz qaysi ta'limlash sistemasini qanda bizning tadqiqot obyekti bo'ldi deganda siziqliq ta'limlash, ya'ni shuning siziqliq ta'limlash sistemasi degan. Bu umumiy bir formulasi. Buni men tushuntirgan oldingi qismliq darsimizda. Hamda siziqliq ta'limlash sistemasi nima deganda oddiy qilib aytgan chaqda 2 yoki undan ortiq siziqliq ta'limini bir yoki asaqanda bu siziqliq ta'lim sistemasi bo'ldi. Bir siziqliq ta'limi u sistema tuzilmaydi. Cho'qim birdan ortiq bo'lish kerak. Yoki bunda bir siziq. Chunki bu siziqliq ta'limining buni grafikini chizsanglar bu bir siziqlan bu. Shunga siz shu siziqliq ta'limdan cho'qim birdan ortiq bo'lish kerak. 2 yoki undan ortiq degan gap bu. Hamda buningki bu saf darsimizda buning yechimini o'rganamiz, yechimiga ta'birimiz, chunki bu siziqliq ta'limlash sistemasining yechimi to'g'risida maxsus bir teorem bor. Ham teoremni so'zlashdan burun avval men shuni oddiy bir tushuntirib o'tsam, oddiylik uchun mayli bu 2 siziqliq ta'lim bo'lsin yoki 5 siziqliq ta'lim bo'lsin yoki cheksiz bo'lsin, buning hammasi siziqliq ta'limlash sistemasini qurish uchun cho'qim har bir noma'lumga, har bir o'zgargichga o'rtaq qimmat berib shu tanglikni kuchga yegish kerak. Birinchi tanglik sistemasida x1 qancha bo'lsa, ikkinchi, uchinchi, beshinchisida x1 cho'qim shuncha bo'lish kerak va shu tanglikni kuchga ega qilish kerak. Hamda bu biz oddiylashtirilish uchun qanday ikki siziq tanglimini misol olaman. Chunki qag'illarga o'xshash. Hamda ikki siziqli tanglimi kechsa, ya'ni odatda tanglim sistemasiniki siziqli tanglim sistemasidan faqat 3 xillam yechimga 3 xillam ahvol uchraydi. Birinchisi yechim yo'q ahvol bo'ldi. Hech qanday yechim yo'q. Bu qanday ahvol degan chaqda ikki siziq, ya'ni tanglim sistemasiga yoki 5 yoki 100 bo'lsin, yoki cheksiz bo'lsin, bular o'zaro parallel. Parallel holat bo'lgan chaqda bularning yechimi yo'q bo'ldi. Chunki kesishmaydi. Kesish nuqtasi yo'q bo'lgandan keyin bu siziqliq ta'limlash sistemasini kuchga ega qila olmaydi. Ikkinchi xil ahvolda faqat birlam yechimi bo'ldi. Bu birlam yechim nima degan gap deganda, bu ikki siziq yoki cheksiz siziq kesishadi, bir nuqtada kesishadi. Ikki tuz siziq, biz tuz siziq deymiz Uyg'urchada. Ikki tuz siziq mumkin emas. Ikki tuz siziq mumkin emas, ikki yat kesishmaydi. Sinab baqsangiz bo'ldi. U vaqtda egri siziq bo'lib qoldi. Ikki tuz siziq mumkin emas, ikki yat kesishmaydi. Faqat bir yatlam kesishadi. 10 siziqmi? Faqat va faqat qanda birlam yat kesishadi. Undan ortiq yat kesishmaydi. Shunga birlam yechim bor, ikkinchi xil ahvolda qanda birlam yechim bor. Mayli 2 siziq bo'lamdi, mayli 5 siziq bo'lamdi, mayli cheksiz bo'lamdi. Ikkinchi ahvol birlam yechim bor. Ya'ni bularning har qancha soni qancha bo'lsa bu siziqning kesish nuqtasi faqat birlam. Hamda eng oxirgi yana bir ahvol cheksiz yechim bo'lgan ahvolim bor. Chunki har qanday son buning doirasidagi mos keladigan qimmat olsa, bu tanglik kuchga ega bo'ldi. Bu qanday ahvolda uchraydi desanglar, bu intayin oz ahvolda uchraydi. Lekin o'sha siziqlar ustma-ust tushsa, buning yechim cheksiz bo'ldi. Mana rasmda grafik qarasanglar bo'ladi, ozroq obrazlashtira olasizlar. Hamda men buni ozroq yezib tushuntirsam, odatda bir siziqli tanglim qanday bo'ldi desanglar, bir siziqli tanglim buningki bir formulasini yozsam, umumiy oldi. Ax qo'shilgan by tang c. Buningda a bilan b koeffitsiyenti bo'ldi. C turaqli son, x bilan y qanda bu noma'lum, shunaqa. Hamda buningki ikki o'lchamlik sonlarni chizsam, ma y yo'q, ma x yo'q. Bu bir siziq bu. Mushning tanglimsi. Buni sizsa, har bir koordinatlarni qimmat berib sizsa, bu bir odatda bir tuz siziq bo'ldi. Ham biz hozir deyotgan shu siziq tanglimlash sistemasi nima degan chaqda
Bu birden köp sızık oldu. Birlam sızık olsa, mesela mananga, mesela x'nin kıymeti 3 ne? Bəsəm, y'nin kıymeti 20'ni bəsəm, c'nin kıymeti neçə oldu? Yo'q. Mən xatani qildim, ha? Demek oğlum A'ga koefisient görürüz, çünkü x, y'ni biz bilmaymiz. Şuna qoy hozircha. A'ga 3 bəsəm, B'ga 20 bəsəm, C'ga turaqli songa 8'ni bəsəm. Bu nimaga o'zgaradi o'ysanglar? Bu vaqtda nega yozay? 3x qo'shilgan 20y dan 8 ga o'zgaradi. Shunaqa? Buni ham chizsaq, har bir masalan x ning qiymatiga 0 berib, y dan necha bo'lgan, y ning qiymatiga 0 berib, x necha bo'lgan qilib chizsaq, taxminan chizsam, mana shunday bo'ldi. Bu nasıldı? Amaliyotda bu siziqlik ta'limning grafiki bu bir siziq bu. Mushoq geometriya ifodalasak, ham shunday ifodalandi. Ammo bizningki hozir da'vat qilamiz. Chunki amaliy turmushda bu birlam ishlatmaymiz. Birdan ortiq ishlatamiz. Shunga ta'lim siziqlik ta'limlar sistemasi dedi. Cho'qim birdan ortiq bo'lish kerak. Hamda mush ahvol ostidami? Masalan, ma'ning qiymati a, b, c ning mana ahvol ostida bu görünüşü mana bu geometriyalik görünüşü. Hamda biz x ni bu yerda a ning qiymati 3 bergancha oldik, shunaqa. Hamda biz a ga 3 ni bermay, a ga 0 ni bersak, y kicho nima? b ga 20 ni bersak, c ga qanday? 5 versek mahv alasıda. Bunun grafik ne oldu desanglar? Bunu sızsaq. Bu a 0 olub ketken diken. A 0 olgan diken. Faqat 20 dan qanda 5 qaldı. Bu vaqtda ne oldu? X oq paralel sızıq oldu bu. X oq bilan kesishmaydi, chunki x 0 da. Y necha qiymat olsin x 0. Nima? X'nin koefisiyenti 0. Şuna bu x'ni qanday 0 qiladi, x oq paralel oldu. Hamda yana bir ahvol qanday bo'lsak, biz a ni 0 qilib etdik-ku. Hamda b koefisiyentini 0 qilib etsak, masalan, a 2 ni beray, b ga 0 ni beray, c ga 3 ni bersam, buning siz qanday oldu desanglar? Buni chizsam, y ile x'ni chizib qo'y. Bu y oqqa nisbatan parallel oldu. Mush siziq oldu, mushningki tanglimsi. O'xshash bir tanglimniki. Hamda biz ikkilisini 0 qilib etsak-chi, hammani a ga a b dan b c dan hammasini 0 dan qilib etsak, ya'ni 0x qo'shilgan 0y tang 0. Bu qanday oldu? Bu cheksiz ishim bo'ldi. Shunaqa? Chunki x bilan y qaysi qimmatni olsin, shuning ustida x bilan y qaysi qimmatni olsin, bu tanglik kuchga ega bo'ldi. Chunki 0 ga nima qimmatni olsak 0, mam 0 ga aylanib ketadi. Shuni qayerda olsak kuchga ega bo'laverdi. Bu cheksiz qimmat oldu. Ya'ni yishimi cheksiz demakchi. O vaqtda. Hamda qanday ahvol ostida yeshim bo'lmaydi deganda a bilan b ni 0 qilib etsak, c ga turaqli songa bir qimmat berib qo'ysak, masalan 2 deb qo'y. O holasi qanday oldu? 0x qo'shilgan 0y tang 2. Bu x bilan y ni nim qimmat olsak, mam 0, 2 ni qo'shsak 0, 2. Bu unday yo'q. 0 2 ga teng olmaydi, shuni buning
Qanday yishim yo'q deymiz. Mana bu ahvol ostida yishim yo'q bo'ldi. Hamda bu faqat bir siziqliq tanglim bilan. Bizning ham amaliy turmushda bunda ahvol uchirmaydi. Biz qanday tadqiq qilamiz? Tanglik sistemalarini, siziqliq tanglik sistemalarini tadqiq qilamiz. Yoki shu ustida izlanamiz. Hamda u qanday bo'ldi deganda biz yangi batachay. Cho'qim 2 yoki undan ortiq siziqliq tanglim bo'lishi kerak. Masalan 3x qo'shilgan 20y tang 8 minus 3x qo'shilgan 7y tang 1. Mesela bir siziqliq tanglik sistemasi olsun. Ana bunun qanday? Mushuni qanoatlantirish uchun x necha bo'lsa, birinchi tanglimda o'xshash qimmat, ikkinchi tanglimda o'xshash qimmat, y mi o'xshash qimmat, y ikkinchi tanglimda o'xshash qimmat, undan keyin mush tanglik kuchga bo'lish kerak. Bu qanday ahvol yuz berdi deganda bu ikki siziq kesishgan bilan shunday bo'ldi. Buni grafikini chizsak tuz chiqmay qoldi, ha? İki ölçemlik boşluk'a. Mesela ma'noni sızsak qanday chiqdi taxminan bu ham. Mana raq sizimiz shunday qo'y. Endi ma'ni sızsak taxminan nima kesishmaydi. Koordinat 5dan kesishmaydi. Men xato sızib qoldim. Ya'ni sal ustidan. Ya'ni bu yerdagi bular mana mush nuqtada kesishadi. Mush nuqta nim nuqta degan chaqda mushu dal bir yishimlik. Mushning qanday bir yishim bor degan gap. Mushni topa olsak, buning bir yishim bo'ldi. Endi mana bu qanday? Bir yishimlik. Misol. Mayli bu ikki tanglik bo'lsin, ikki tanglik. Cheksiz tanglik bo'lsin. Agar qanoatlantirib qolsam faqat bir nuqtadan kesishadi. Masalan, cheksiz bo'lib qolsa-mi? Ma kesmay qoldi. Ma siziq egirib qoldi. To'g'ri shuni tik siziq. Qancha bo'lishidan qat'iy nazar, eng oxir qarasang bir chemberdek bo'lib ketadi bu. Bir tekishilik hozir bir tekishilikda dedim bu. Tasavvur qilinglar, bir tekishilik, bir olqonni tasavvur qilsanglar, bir olqonning ustida hammasi. Mana bu bir yishimlik ahvol. Hamda qanday ahvol yishim yo'q desanglar, x ning oldida koeffitsiyentni 0 qilib olsak, ya'ni masalan x qo'shilgan 20y tang 5. Ikkinchi tanglikda x qo'shilgan 10y tang minus 5. Mana qanday olib ketib olsanglar, chunki oldin ko'rsatgandek birinchi tanglik mo'nin bo'lib ketadi, x o'q parallel bo'ldi. Mana birinchisini sizsak, mana x o'qqa parallel oldu. İkincisini sızsak, mana menfiği ostidan chiqdi. Parallel bo'ldi, ikkisi kesishmaydi. Demak, buning qanday? Yishimi yo'q. Yishimi yo'q. Buning hech qanday yishimi yo'q. Hamda biz yana bir ahvol uchraydi. Sizaq, ikki sizaq yoki mush tanglik sistemasidagi tangliklarning yishimi qanday? Ustimiz tushdi. Ustimiz tushganda bir siziq bo'ldi. Har bir siziqning ustida bir kesish nuqtasi bo'lsa, u cheksiz bo'ldi degan. Masalan, u misolga olsam 0 qo'shilgan 20 tang 5 mush o'xshashi. Ham mushni qanday? Yana ham o'xshash qiliblar. Qo'shilgan 10y tang mana 20 lamab qo'yay 2.5. Bu qanday ahvol deganda bu dal cheksiz ishim bor. Y ikisini yozib qo'ymaymi? Yana
İkilisi muştu sızıqның üstüde. Oldu. Her bir noktada kesişdi. Şoň bunu çeksiz işim var degan gap. Çeksiz işimi var. Xatsa top qoldi. Şu an bu nereden geldi desanlar? Bu yerda bir teorem var. Bu teoremi nima deganda? Bir şey gelmeyecekti. Her qandaq mushu siziqliq tanglik yoki tanglama her qandaq siziqliq tanglik yoki tanglamada siziqliq tanglama sistemasining uchlama ahvoli ishim to'g'risida yoki bir ishimi bo'ladi yoki ishim bo'lmaydi yoki nol ishimi bo'ladi yoki cheksiz yoki cheksiz ishim bo'ldi. 2 ishim bo'lib qolmaydi, 7 ishim bo'lib qolmaydi. Faqat mush 3 xil ahvol bo'ldi. Chunki qanda yoki bu tangliklar siziq tanglamalar qanda ya bir nuqtada kesishdi, ya parallel bo'ldi, yoki ustimiz tushdi. Agar siz qo'lingizdan kelsa, bundan boshqa ahvol bo'lib qolsa keltira olsangiz bo'ladi. Chunki tik siziq yoki bir nuqtada kesishdi, yoki parallel bo'ldi, yoki qanda ustimiz tushdi. Undan boshqa ahvol yo'q. İkisi siziq, ikki nuqtada kesishmaydiganda mumkinmi? Agar islam qanda bu kesishmaydi degan gap. Shunga bugungi darsimiz mushagicha. Ya'ni bu teorema qanda har qanday siziqliq tanglik sistemasiningki ya bir ishim bo'ldi, yoki nol ishim bo'ldi, yoki cheksiz ishim bo'ldi. Undan boshqa ahvol yo'q. Tushungan nuqta bo'lsa aslida inkas shakl qoldirsangiz bo'ldi. Rahmat.